Siz tomonidan вообще zo'r bo'lgan mana qanday 3 bolali modelimizni hozir narxini juda ham tushirib yuborganmiz. Bu modelimiz hozir skidkaga tushgan. Orqasiga kishi oldiga bir kishi bemalol ketsa bo'ladi. Bu yosh xotinlarimiz uchun ayniqsa juda ham ideal bo'lgan variantlarimizdan bittasi. Oldin ham bu skuterimizni reklama qilganmiz. Juda ham ko'p klientlarimizga yoqqan bu modelimiz. Modelimiz o'zida old tomondagi qo'shimchasi korzinkasi bilan va orqasida ham ko'rsatilgan korzinkalari bo'ladi. Buni to'g'rimizga keladigan bo'lsa, oldi orqa to'g'rimizda qo'lda ham bor, oyoqda ham bo'ladi va qo'shimchasiga metr ruchni to'g'rimizgacha bor. Xudo xolasa buni ko'rsatilgan bo'ladi. Old tomon farallar LED farali qilib chiqarilgan. Bu kechasi juda ham yaxshi yoritib beradi. Bu yerda tablolar ko'rsatilgan bo'ladi. Tablolar qon elektronlik bo'lgan. Bu yerda bokovoylari, xudo xolasa bu modelimiz yurish masofasiga keladigan bo'lsa, o'rtacha 50-60 km masofani bosib o'tish ketib, to'g'ri zaryad bilan bu shaharda juda ham ideal bo'lgan variantlarimizdan. Bu modelimiz oldin 950 ming dollar atrofida sotilgan. Hozirgi paytdagi aksiyadagi narxi atigi 650 dollardan xarid qilsang bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Buni naqdga yoki nasiyaga olsang bo'ladi. Через uzun nasiya yoki nasiya orqali beriladi. Unda sizlarda rasmiy ish joyi yoki plastik kartada оборот yaxshi bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa shuni o'zi bilan chiqarib beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Navbatda telefon qilish iloji yo'q bo'lsa, bemalol direktdan yozib yuborsangiz, xudo xolasa javob berib beramiz.